欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第10单元，也就是我们的最后一个单元啊。dersimiz阿里木的日记。burun bizniki mushu tekstlarimiz dialog şekilde anlattığı都是对话形式的。这篇课文呢，它是直接一个日记啊，bu bir gündelik hatır ekan. Bu gündelik hatırda olim nimeni yazgandı? 那咱们呢，先来学习一下我们的生词总动员。当然，我们现在看到我们的生词总动员有点怎么样？有点长啊. Bugungi so'zliklar sal jiqgan. Shuningga texmi yaxshi o'rganish uchun biz buni 2ga bo'lib, maqatim yarmini kelar qitdim, yana yarmini o'rganaylik啊。那onda bo'lsa，今天咱们先把这个生词总动员呢学到这个数这个字啊。好，第一个日记，日记。竖横折钩，横横记那一个言字旁，横折横，竖弯钩。日记，日degan kun，记degan xotirlash，日记就是 kundalik xotir。esimda bor kichik vaqtimizda mushu 3 chiqqanda muallim bizga kunda bir kundalik xotir yozinglar deydi。好，那么这个话我给你们翻译一下是什么呢？我记得上小学3年级的时候。老师每天让我们写一篇日记。老师每天让我们写一篇日记。好，这个就是我们的日记。那meniki kundalik xotir yozadigan odatim bor desak，我有写日记的习惯。我有写日记的习惯。好，mening kundalik xotirimni o'qiyapman desam，不要读我的日记，不要读我的日记deymiz。ikkinchi so'z天气，天气，天呢横横撇捺，然后气呢撇横横横横斜钩啊，天气，avvaray。bugun avvaray qandaq ekan desak，今天天气怎么样？今天天气怎么样？ Bugun avvaray yaxshi， 今天天气很不错。今天天气很不错。desak bo'ladi。好，那urumchininki avvaraysi yaxshi desak， 乌鲁木齐的天气很好。乌鲁木齐的天气很好。desak bo'ladi。下面一个呢，晴。晴，一个日啊，横横竖横，然后竖横折钩，横横。晴deganimiz uchuq， ya'ni nima uchuq deymiz？ havo uchuq bo'lgan vaqtida天气晴deymiz。那每天我们都会看一下这个天气预报啊。Har kuni biz havo raydan oldin ma'lumotni ko'ramiz-ku。每天我们都会看一下天气预报，天气预报。那masalan buni bir jumla kelsak，Tunigan avvarayga qarasam, bugun havo uchuq degandi, lekin yomg'ir yog'di desak， 昨天天气预报说今天是晴天，但是下雨了。昨天天气预报说今天是晴天，但是下雨了desak bo'ladi。那erta havo uchuq ekan。Bozor cho'kilab kelaylik desak， 明天天气晴，我们去逛街吧。明天天气晴，我们去逛街吧。desak bo'ladi。下面一个出嫁，出嫁，出已经出现过很多次了啊。嫁呢是一个女，anan degan一个家，oiladagi家。出嫁deganimiz就是 yotliq bo'lish。那qizimiz kelar ayda yotliq bo'lmoqchi desak， 我们的女儿下个月要出嫁了。我们的女儿下个月要出嫁了deymiz。出嫁deganni qiz taraf ishlatadi. Jumla
那o'g'il tarafga ishlatgan vaqtida他要什么呀？娶媳妇儿的desak bo'ladi。那男的是娶媳妇儿了，女的呢是出嫁了。deymiz. Sendek vaqtimda to'y qilib bo'lgandim degan vaqtda desak neymiz? 你这么大的时候，我已经出嫁了。你这么大的时候，我已经出嫁了。那这个呢是经常就是那个妈妈对年纪大一点的女儿说的话啊。opamiz eshitcho'ng'ira qiziq doim aytaqdaydiku. Sendek vaqtimda to'y qilib yo'natchi bolla bo'lib bo'lgan, sen teg'ichi o'tirsa deganda nima deydiganmiz? 你这么大的时候啊，我已经出嫁了，都有几个孩子了，你看你degandek。好，出嫁知道了吗？下面一个呢，清晨，清晨，清수직티기清，一个三点水横，横竖横，竖横折钩，横横晨呢，一个日，然后下面是晨啊，横撇横横竖提撇捺，清晨deganimiz tong saharda men har kuni tong saharda sirtqa chiqib yugurayman bo'lsa 我每天清晨去跑步。我每天清晨去跑步desek bo'ladi. 那 erta tong saharda men sizni og'ili kelaman desam 明天清晨我来接你。明天清晨我来接你。tong sahardagi havo eng saf, eng yangi desek 清晨的空气最新鲜。清晨的空气最新鲜。desek bo'ladi. 好，下面一个欢快，欢快，一个右撇横钩撇捺，快呢就是快乐的一个快，一个竖心旁横折横撇捺。欢快的一个 mes 就是shadxo'ram degan gap吧。那比如说odatda masalan muzikalarga 比如说这首歌非常的欢快，你说这首歌非常的欢快，这首歌非常的欢快。那对吧？这个 music naqshgan desak bo'ladi. 这首歌非常的欢快。那欢快的笑声 kulga 欢快的笑声desek bo'ladi. 比如说在同学们欢快的笑声中，老师觉得自己非常的幸福。Saboqdashlarningki shod-xuramliqqa to'shiq to'lgan kulki ovozida muallim o'zi nihoyatda baxtga his qilyotidi desak nima deb qo'yam? 在同学们欢快的笑声中，老师觉得自己非常的幸福。这个呢是欢快。那平时biz mushu o'yinga chiqqan vaqtimizda, masalan maslahat joyidamiz yoki bo'lmasa do'stlarimiz birga o'ttirgan vaqtimizda 我们经常呢 usul o'ynaylik, 我们跳舞吧 degan chog'da 那 qandoq naqshini qo'yamiz? 放欢快一点的歌，sho'qroq musiqalarga qo'y degan vaqtimizda 放欢快一点的歌 deymiz。下面奏乐声，奏乐声，横横横撇捺，然后一个天，乐呢撇竖横竖钩撇点，声横竖横横折竖横撇，奏乐声。那bu nag'ma-navo ovozi, nag'ma-navoning ovozini nima deymiz? 奏乐声。nag'ma-navoning ovozini angladingmi? 你听到奏乐声了吗？你听到奏乐声了吗？ shod-xuramga to'shgan nag'ma-navo ovozlari desak 欢快的奏乐声，欢快的奏乐声 deymiz。 好，下面一个呢，婚庆，婚庆，婚就是结婚的婚，一个女，然后撇竖提横斜钩，一个日，庆呢点横撇捺，婚庆。意思呢是这个 toy yoki toy murasimi degandek。 那这个婚庆队伍，
혼칭 되고 이렇게 토이가 작다 무시다 부르모주 이렇게 토이는 마신들이 아는 게 나무나 와라망어도 나 아쉬워 에트라트들이 디겐 보사까 무쇼 토이는 게 무시 에트라트들이 키리시 캐와도도 디겐 보사 나 혼칭 되고 来了这些不多婚庆队伍来了这些不多下面呢敲一个高点横一个口竖横折钩竖横折横然后呢竖横横撇捺敲有人在敲门birisi ishni chekyapti那chekish urush degani敲deymiz有人在敲门好然后呢有些时候这个小孩子喜欢敲桌子嘛桌子嘛当当当当当urush amara那biz doim nima deymiz bu bolalarga不要敲桌子deymiz go不要敲桌子敲这个就是敲的意思啊敲门uyga kirishdan burun avval chekish kerak desek在这个进屋之前或者是进家进房子之前进什么地方啊买了办公室不啷的呢不是呢进办公室之前进屋之前都可以要干什么要敲门进屋之前进办公室之前要敲门 Amen 好下面一个呢遮两个点横横横撇竖横折钩横横横那这个遮点还我们以前学过着急的表现的着想的表现的님들 çıx디고遮的çıx디那遮degan vaqtimizda buningki ma'nisi nim bo'ladi desakchi bu bir yordamchi so'z bo'lib qoladi odatda nega keladi fe'lning keyniga keladi fe'lning keyniga kelib holatni so'zlaydi ya'ni shu harakatda turayotganligini shu harakatda turgan o'sha holatini so'zlaydi masalan men hozir turib dars o'tayotgan bo'lsam mening holatim turish bo'lgan bo'lsa 老师站着上课老师站着上课 那 agarda saboqdoshlar o'ltirib sizlarning holatinglar o'tdagan holatda bo'lgan bo'lsa o'ltirib dars anglayotdi desak 同学们坐着听课同学们坐着听课 deymiz na uningdan boshqa masalan ishik ichiqliq turdi desak ishikning holati hozir shu ichiqliq holatda shu vaqtda 门开着门开着 desak bo'ladi然后呢masalan就平时我们在聊天的时候paranglashgan vaqtimizda agarda微信的paranglashgan bo'lsak那你在干什么呢你在干什么呢 siz nima ish qilyapsizmi siz nima ish qilyapsiz bo'lsa yotdim shu demak hozirgi holatim yotgan holatda degan bo'lsak yotdim shu deganda nima deymiz 躺着呢 deymiz 躺着就是 yotdim deganda bildirdi那这 degan bu nima dedi ma'lum bir harakatningki holatini so'zlaydi na undaq bo'lgan chaqda bu harakat cho'qim qandaq deymiz vaqti uzunroq bo'lgan harakat bo'lishi kerak qisqani bo'lgan harakatga biz u holatni saqlab qololmaymiz shuning uchun uni biz nima desak bo'lmaydi masalan 讲台 munbarga chiqish degan bo'lsak sham jangtay degan bo'lsak bu harakatni men bir putimni ko'tarib olib ashada turib qololmayman 这个动作肯定是瞬间完成的 bir qisqina vaqtning ichida yuz berib bo'ladigan bir harakat bu shuning uchun 我说上着讲台 desam bo'lmaydi 那上讲台 bilan tugash kerak那就是说 agarda ma'lum bir harakat shu holatda turib uzunroq vaqt shu holatda turgan bo'lsa uningga biz shama degan bo'lsak 但是 shu harakatning o'zini qilayotgan bo'lsangiz o'sha qisqina vaqt qilgan bo'lsangiz uningga biz odatda deganni akab ketmaymiz nima ish qilyotdi qanday turyotdi qaysi bir holatda degan vaqtimizda andin ni shiltisiz 比如说 u nima kiyyapti degan bo'lsa kiyish degan harakatni desak 穿 deymiz kiyyapti bo'lsa uning holati 他穿着
desek buludu. Mesela o bir kızıl köynek giyipti diyen bulsak, 他穿着一条红裙子。他穿着一条红裙子。Ağlıdığını sözler vatkan buludu. Andın king söz 鼓横竖横，然后一个口，两个点提，然后横竖横折钩横撇捺鼓degan ma'nosi dumboq degan ma'nosi bor. dumboq chilish bo'lsa，这个打鼓deymiz odatda。一般情况下，我们说打鼓鼓dumboq dab desekmi bo'ladi. 你会打鼓吗？desekmi bo'ladi. Uningdan boshqa shu to'mpiyib qilish degan ma'nomi bor. 比如说men dongni usib oldim, to'mpiyib qoldi degan bo'lsam，今天我这个脑门碰了一下，撞了一下，鼓起来了，desek bo'ladi. 然后再比如说shu yanchuqimga bir narsa silib elib, yanchuqim to'mpiyib qolgan bo'lsa，那我说我的口袋这个鼓起来了，或者说yanchuqimdagi to'mpiyib qolgan nimu desam，你口袋里面鼓起来的是什么东西？你口袋里鼓起来的是什么东西？desekmi bo'ladi. 鼓。那dumboqdan boshqa to'mpiyib qilish degan ma'nosimi bor. 好，下面一个呢，吹，一个口撇横钩撇捺，就是吹degan harakat ma'lum. Mesela hozir ko'zimga bir narsa kirib ketdi， 我眼睛里面进沙子了，ko'zimga qum kirib ketdi， 然后我会给别人说什么呀？帮我忙pulvitanga degan bo'lsam， 帮我吹一下。Anan degan shamol pulgan bo'lsak, shamol turg'ishda mundaq o'zimizga shamol qilib qolgan bo'lsak， 你说吹风 desak bo'ladi. 那 teshig'i chiqib mundaq havo yeb kiray dedim desakchi, 那 havo yeyish deganni nima deymiz? 吃空气 demaymiz. 我去吹吹风 deymiz. 我想出去吹吹风 deymiz. 好，这个吹字其实呢yana jiq ma'nosi bor. Anannikilar chalg'ularniki mana chaldig'ini， 就是chalg'ularniki odatda shu po'lab chiqardig'ini， 比如说笛子，吹笛子吹笛子。那masalan ney chaqgan bo'lsak uni biz nima deymiz? 吹笛子 deb desak bo'ladi. 然后吹ninki yana qandaq ma'nosi bor desa, ishqim bu cho'yning juda ma'nosi bor ekan. Yana masalan cho'y牛 po etish deganni cho'y牛 deymiz. Bu qolib pulash emas, shu po etish. Masalan u bek po etishga amroq desak, 他很喜欢吹牛，他很喜欢吹牛 deymiz. 好，那今天这个地方呢，吹ning ma'nosini hozircha mushunchalik deb turaylik. Endi keyingi so'zga qarasak, 唢呐，一个口竖点撇竖横折撇点，捺呢一个口竖横折钩撇点唢呐degan nima? So'nay. 那 men so'nay chalishni bilaman desak, 我会吹唢呐desak bo'ladi. Mushu so'nayda çalgan muzikaga men bek amroq desak， 我特别喜欢听唢呐吹出来的曲子。我特别喜欢听唢呐吹出来的曲子 desak bo'ladi. 唢呐会了吗？唢呐也两个挺像的。然后呢，接亲，一个提手旁点横点撇横，下面是一个女，亲呢是点横点撇横横竖钩撇点，亲戚的一个亲。接deganimiz elish, chin deganimiz nima bo'ldi bu yerda? Tuqqan demakchimi? Bu yerda qiz yo'tkaganni, kelin yo'tkaganni chin deymiz. Na shu qizni yo'tkaydiganlar kelibdi degan bo'lsak, 接亲的队伍来了desak bo'ladi. Anandan keyin shu kelin yo'tkaydiganlar soat qanchada keladi ekan desak,
接亲的队伍几点钟到？接亲的队伍几点钟到？第四不罗多。下面呢，热闹，热闹，热一个提手旁，横斜钩撇点，然后下面呢是4个点。闹呢，点竖横折钩，竖横折钩，竖啊。热闹的呢么就是아원 아는 디기냐나 kızık diyemende. Mesela bugünkü toy pek kızıdı desek, 今天婚礼特别热闹。今天婚礼特别热闹。bugün daha fazla veşi kızıp gittik diyen bolsak, 今天大巴扎太热闹了。今天大巴扎太热闹了desek buludu. Na onundan başka mı şu热闹呢就mesela uyan görüş mü desek budu. 看热闹的bir gap var. 看热闹deganimiz uyan görüş. Bu qanday uyan görüş deymiz desek, mesela biz miyada bir ishlar yuz berdi deylik,或者说mesela men hozir birisi bilan so'qishib qolgan bo'lsam, boshqalar yenimizda uyan ko'rayotgan bo'lsa, na ularni他们就是在看热闹deymiz. 那比如说yo'ldoshim bilan so'qqassam, qo'shnilarim bizni voy so'qashmanglar deb bunda ajirtib qo'ymay, hammasi uyan ko'rdi degan bo'lsak nima deymiz? 今天我跟丈夫吵架，我的邻居们没有一个来劝架的，都在看热闹。今天我跟丈夫吵架，我的邻居没有一个来劝架的。我跟你们那个劝架啊，都来看热闹了。desek buludu. Siz yardım qilg'ili keldingizmi yoki uyan ko'g'ili keldingizmi desek, 你是来帮助我的还是来看热闹的？你是来帮助我的还是来看热闹的desek buludu. Na热闹ninki hozir shikyanz ma'nosini tuyganduk. Birisi nihoyat avvat qizib ketgan, yana birisi就是uyan ko'rish degan chaqdimi 看热闹 deymiz. 下面一个呢，笔挺，笔挺，笔呢qalamdagi笔啊，撇点点，撇点点，然后撇横横竖弯钩。挺呢一个提手旁，撇横竖横，然后一个剑字旁，笔挺。笔挺它的意思是什么呀？tik anandiki tik durmak deb tushunsak bo'ladi. 那一般情况下笔挺呢就mushuyligi kiyimlarga ishlatamiz. Masalan, qanday kiyimlarga desakchu, kostyumni kiygan vaqtimizda tik turamiz-ku, ashta tik turgan kostyum yoki bo'lmasa harbiy formalarini kiygan chaqda mundaq bo'lamiz. 那个呢我们就说是笔挺的，笔挺的军装，笔挺的西装，笔挺的西服都可以啊。Mesela bunun bir cümle tuzsak, andan keyin cho'ng dadam veshi qitib olgan bir yurish, shu kostyum kiyyapti degan bo'lsak, uni nima deymiz? 爷爷穿了一套笔挺的西装，爷爷穿了一套笔挺的西装，desek bo'ladi. 好，西装 costume chiqdi. 横竖横折钩撇竖弯横，然后装呢点提竖横竖横，然后点横撇竖提撇捺。下面是一个衣服的衣啊，西装deganimiz costume. 那mesela kostyum burulkamidamdo. Dadam odatda kostyum burulki kiydi desek, 爸爸平时穿西装，爸爸平时穿西装。Kostyum burulki kiysem, taze üzerimde rahat his kılamaydı ekanman desem, 穿上西装，我觉得自己不舒服，放不开。穿上西装，我觉得自己不舒服，放不开。desek bo'ladi. 西装 kostyum burulka. 那 erlarning kiygan kostyum burulkisini 男士西装，男士西装。那 ayollarning kiygan kostyum burulkisini 女士西装，女士西装。那 kostyum burulkisining chopinini 西装外套，西装外套。kostyum burulkining ishtigini 西裤，西裤deydi. Andan keyin keyingi so'z po'in, ping.
坡恩捧怎么写的呀？一个提手旁，然后呢，横横横撇捺横横竖啊，坡恩捧捧deganimiz nima是ko'tarmak deb turib, odatda biz qo'limizda mundaq qilib tutib olganni ham mundaq tutgan, ikki qo'llab tutganni-chu peng deymiz. 比如说ba'zilarga biz shu gul so'g'itgan vaqtimizda 我们会捧着一束鲜花，mat deb tutqizib qo'ymaymiz, 都是这么拿的，对吧？捧着一束鲜花deymiz. Na uningdan boshqa mesela biz shu bola hozirgi 很多家里面呢都是一个孩子啊，nurg'un oilada bir bola. 那对这个一个孩子，家长们都是一种什么样子的心理呢？shu bir bolaga ota-onalarda qandaq bir xil psixika bor desak， 放在嘴里怕化了。Ağzıga salay dese erip gidermiki deb, 捧在手里怕摔了。Qo'liga tutib olay dese, chiqilib gidermiki degandagi, yiqilib gidermiki deganda. 那意思就是你们degan gap bu haddidan ziyodi asrab溺爱或者说过分的宠爱desak bo'ladi. 捧在手里怕摔了，放在嘴里怕化了degan gap. Peng anandan keyin masalan mushu ikki qo'lni bundoq ko'tarishdi qo'y. Masalan bir bolani nihoyatda cho'ng qilgan bo'lsa, uni nima desak bo'ladi? 这孩子都是捧现在的hozirgi bolalarning hammasi aka deb degan bo'lsa, 现在的孩子啊都是父母捧着长大的。现在的孩子都是父母捧着长大的。desak bo'ladi. 好，下面一个呢，竖，这也是我们今天学的最后一个啊，竖，横折横竖撇捺。那竖bu yerda nima bo'ldi? Miqdor so'z bo'lib ma'lumdi. Miqdor so'z bo'lgan chog'da shu vaqtda dasta. Bir dasta gul bo'lsa, 一束花. Atda onalar bayrami, men opamga bir dasta gul sovg'a qilmoqchi desak, 明天是母亲节，我打算送妈妈一束花。我打算送妈妈一束花desak bo'ladi. U menga tug'ilgan kunimda bir dasta gul sovg'a qildi desak, 我生日他送了我一束花。我生日他送了我一束花desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa bugungi so'zlik nechagacha bo'lib tursin? Endi men bilan bir o'qiytinglar. 日记 天气晴出嫁清晨欢快奏乐声婚庆敲遮鼓吹唢呐接亲热闹笔挺西装捧树。好，那今天的作业是每一个生词抄2行，选择其中的10个造句作业按时完成。然后呢so'zlarni多读一读读的时候cho'qim ton belgisiga diqqat qilib o'qinglar。读的时候一定要注意这个字的声调还有它的发音。那好，那我们今天的课就先上到这里，我们下一期再见。